Hamma kasalliklar ham sizga bildirib kelavermaydi. Shunday kasalliklar bor, hech qanday og'riqsiz, belgilarsiz rivojlanib borayotgan bo'lishi mumkin. Bunday kasalliklarga asosan jigar kasalliklari, o't tosh kasalliklari, surunkali prostatit kasalliklari va bundan tashqari ba'zi bir nevrologik kasalliklar bo'lishi mumkin. Bundan tashqari har xil o'sma onkologik kasalliklari ham belgilarsiz rivojlanishi mumkin. Misol uchun jigar sirrozi boshlang'ich etaplarda hech qanday belgilarsiz rivojlanib kelib, so'nggi etaplarda qorin ishishi, modda almashinuvining buzilishi natijasida keyin namoyon bo'lishi mumkin. Bunda kech bo'lishi mumkin. Bizning klinikamizda shunday tekshiruvlar yo'lga qo'yilgan, jigar kasalliklari, yashirin rivojlanayotgan bo'lishi mumkin bo'lgan onkologik kasalliklarga har xil tekshiruvlar yo'lga qo'yilgan. Bizni Robiya klinikamizga tashrif buyuring, tekshiruvlardan o'ting va o'zingizda yashirin holatda rivojlanib kelayotgan bo'lishi mumkin bo'lgan kasalliklarni oldini olib, aniqlab, ularni asoratlarini bartaraf qilishga yordam beramiz.